Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Farhodjon, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Aka, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Vaqtingiz bormi? Aha. Xo'p, nima so'ramoqchi edingiz? Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Aka, yo'q demasangiz, bu shaxsiy iltimos. Dadamni har kuni mana shu manzilga olib borasizmi? Yoki manzili o'zgarganmi, nimadir desangiz-chi? Ha yoki yo'q deng, o'zim tushunib olaman. Bilmadim. Bir narsa deya olmayman. Oldin shu manzil edi, lekin hozir bilmayman. Bo'ldi, rahmat Azim aka. Katta yordam Xo'p, berdingiz. sog' bo'ling. Charchamang. Xo'jayin bilsa meni o'ldiradi. Ishda haydab yuborishi mumkin. O'z zo'rg'a ish topganlar. Och og'zingni qizim. Ana shunday. Asal qizim o'zimmi? Shirinmi? Yoqyaptimi senga? Mana shuni yeb olsang, musiqali fontanga olib boraman. Dadam ham boradilarmi? Ha, dadang ham boradilar. Ma. Asal qizim o'zimmi? Muzqaymoq olib berasizmi? Voy, shirin qizim. Muzqaymoq tomog'ingni og'ritib qo'yadi-ku. Unda yemayman. U yoqdan chiqqandan keyin kinoteatrga olib boraman seni, xo'pmi? Sen yaxshi ko'rgan multikni katta ekranda tomosha qilamiz. Xo'pmi? Aldamaysizmi? Yo'q, aldamayman qizim, so'z beraman. Ma. Qani? Yaxshi. Oy, dadang keldilar shekilli. Adam keldilar. Adam Aysha kim kelibdi?